gumondan saqlaninglar. Chunki gumon eng yolg'on so'zdir deb Imom Buxoriy va Imom Muslim rivoyat qilgan hadisda Janob Rasululloh akram vasallam sizlarni bizlarga juda katta bir ta'limni, tarbiyani o'rgatadilar. Bugungi kundagi insonlar orasida janjallashib ketish, biri bilan janjallashish, ayniqsa qarindoshlik aloqalarining uzilishligi, ishxonada, muassasadagi odamlarni beasos bir-birlari bilan yomon gumon qilib turib, bir-birlari bilan janjallashib ketishliklari. Ya'ni bir odam unga salom bermadi. Ishxonasida yoki bir qandaydir bir ko'chada bir odam unga salom bermasa, deydi, bu menga kibr qilyapti deydi. Bu o'zicha mendan o'zini katta olyapti. U qanaqa holat buni zohiri, botini qanaqa holat biz bilmaymiz. Botinida balki oilasida bir qandaydir mojaro bo'lgandir. Botinida qandaydir bir qarzi bordir. Balki qandaydir bir hayolda bir fikr bilan ketayotgandir. O'sha fikr bilan o'tirib salom bera olmagandir. Ana shu narsalarni o'ylab turib, bir mu'min to'g'risida faqat yaxshi gumon qilish kerak ekanki, qandaydir bir hayol bilan esdan chiqib qolgandirda salom. Aslida salomni kutish emas, salomni avval berish kerak. Odam shunga odatlanish kerak. Chunki Janob Rasulullohning sunnatlari, Rasulullohning odoblari birinchi bo'lib salom beradi. Rasululloh hech qachon salom kutib o'tirgan emaslar. Qani u salom berarmikini kutib o'tirgan emaslar. Kattami, kichkinami birinchi bo'lib Rasululloh salom beradi. Biz nima qilamiz? Kutib turamiz. Biz ozgina kattamiz, o'zimizcha ozgina bir mavqeyimiz bor, o'zimizcha qo'limizda davlatimiz bor. Kutib turamiz. Qani u salom beradimi, bermaydi. Salom bermasa, yomon gumon qilib qo'yamiz. U kelib ketganda, u katta bo'lib qolganda, boyib ketganda o'zicha. U gunohdan boshqa narsa emas bu narsa. Ruhiy tarbiya ustozlari bergan ta'lim, odob insonning qalbini muloyim bo'lishligidagi bor harakatni inson tanasida, vujudda paydo qilish kerak. Mehr-oqibat, samimiylik, kamtarlik, tavozilik, birinchi bo'lib turib salom bilan odobni targ'ib qilishlik. Albatta bu narsa ruhiy tarbiya ustozlarining beradigan eng birinchi ta'lim tarbiyalar. Ana shu boya boshda aytganimizdek, inson qalbini o'zi himoya qilishlik kerak. İnson qalbini o'zi ana shunaqa yomon narsalardan himoya qila olsa, birov to'g'risida yomon gumon ham qilmaydi, birov to'g'risida hech qanaqangi bir yomon fikrga ham bormaydi.